Assalomu alaykum hammaga. Bugun demak birinchi suhbatimiz mavzusi demak aniq. Hozirgi yashayotgan olamimiz bitta ko'rib chiqamiz. Ana undan keyingi mavzularga o'tiramiz. Bugun gaplashadigan masalamiz eng global mavzulardan bittasi. Hozirgi kunda demak Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, WhatsApp hammasi haqida. Bu nimaga bu mavzuni ochyapman? Bu salomatlikka bo'ladigan birinchi qadamimiz bo'ladi mana shu. Mana birinchi xulosadan boshlaylik. Men Instagramda hozirda yo'qman. Ya'ni Instagram приложениямni удалить qilib yuborganman. Endi u yoqda profillarim bo'lgan. 120 mingtami, 115 mingtami obunachim bor edi. Va shu o'zi 150 mingta paytida demak postlar qo'yishni, storylar qo'yishni umuman Instagramga yurg'izishni to'xtatganman. Va sekin-sekin obunachilar kamayib 115 mingta bo'lib qolgan. Keyin nima bo'ldi? Endi hozirda udalить qildim. Bundan tashqari juda ham ko'p vredniy odatlarimni tashladim. Instagram udalить qilganimga mana почти 2 hafta bo'lgan bo'lsa, o'sha Instagram bor paytda video reelslardan umuman vaqtim bo'lmasdi. Har kuni o'sha bilsanglar iPhone ishlatsanglar, shu настройкаga kirsanglar, o'sha yerda batareya turibdi. Batareyaga shuni bossanglar ustiga bir sutkada necha foiz zaryadinglarni qatga ishlatayotganinglarni ko'rsatadi. Ya'ni eng ko'p nimada sotsetda o'tirganinglarni ko'rsatadi. Xo'p, menda eng ko'pi Instagramda ekan. Bundan tashqari TikTokka kirmasdim, lekin TikTokka ham baribir internet yegan ekan, kam bo'lsa ham va yana shu 4 ta o'yinlarga hammasini udalить qildim va udalить qilishim bilan natijasini sizlarga aytishim mumkin. Mana shu dasturni o'ylab chiqdim. Bu juda ham hamma uchun foydali, oilasiga, o'ziga, ishiga, shaxsiy hayotiga, diniga e'tibor qaratadi, yurtiga e'tibor qaratadi. Aslida bo'layotgan voqeliklar, hodisalarga juda qattiq qarashni boshlaydi, ya'ni sinchiklab qarashni boshlaydi. Men sizlarga tavsiya berardim, ijtimoiy tarmoqlardagi barcha xabar jo'natuvchi kanallarni yo'qotishni Telegramdan. Mana Telegram yulduzlari deydi yoki qora xabar deydi, dahshat xabar deydi, bir nimalar, yana militsiya o'zibi deydi. Shunga o'xshagan barcha ijtimoiy tarmoqlardagi, ya'ni ijtimoiy xabarlar jo'natuvchilarni yo'qotinglar. Ozroq udalить qilinglar yoki arxiv qilinglar, kirishga ehtiyoj yo'q menimcha. Xo'p, buni sraz yomon tarafini ko'rsataman, insonni duxini sindirib tashlashadi. Bitta voqea odamga yomon ta'sir qilaveradi. Ya'ni bittasi 9-etajdan 2 yoshli bolasini otib olibdi deydi, mana bu yerda maktab o'quvchisi bir bola qilibdi deydi, mana bu yerda davlat siyosatchisi mana buncha bo'libdi, mana buncha pora olibdi, Niderlandiyani yo yana boshqa davlatdan suv bosibdi deydi. Voy dahshat. Buni ko'rib yashashga bo'lgan ishtiyoqimiz juda ham pasayib ketadi. Qo'rquvlar atrofimizni chulg'ab oladi. Bundan tashqari norozilik hissi kuchayadi bizda. Har narsadan norozi bo'lishni boshlaymiz. Bu hammasi asablarni egovlaydi, stresslarga olib boradi. Menimcha kimgadir jahl qilishingiz asosiy sababchisi shu bo'lib qolish ehtimoli ham bor. Bu jahl qilishdan tashqari doimiy norozilik ham odamni har xil turli kasalliklarga yetkazib olib boradi. Bularni yana maydalab ko'ramiz. Xudo xolisa bu hozircha faqat shaxsiy fikrlarimni aytaman. Va bundan tashqari Telegramda yana kimlar kerak emas bizga? Har xil gruppalar, reklamli kanallar bizga umuman kerak yo'q. Pishir kuydirishga ham kerak bo'lsa kerak emas, joyi kelsa. Hammasini chiqarib tashlash kerak. Ichidan o'z vibr qolish kerak. Balki hozir meni eshitib o'tirishi ham sizga kerak yo'qdir. Ichidan vibr qiling hammasini, udalить qilishing kerak emasmi? Yo'q qilish kerak. Menga foydasi tegmagan barcha narsadan voz kechaman degan ekan ingliz olimi. Xo'p, endi keyingi sahifaga o'tamiz. Demak, Instagram masalasi. Instagramda menimcha 90% odamlarga Instagram kerak yo'q hozir. Bir paytlar taxminan bundan 3-4 yil oldin TikTok g'irt sharmandalarni joyi, noto'g'ri tashviqot, targ'ibot ishlari olib boriladi. Barcha jirkanchliklar TikTokda bo'lyapti, bolalarning saviyasi TikTokda tushib ketdi. Hozir Instagramda shunaqa. Instagramda hozir shunaqa kirasiz. Birorta ma'lumot qidirishga kirsangiz ham yoki biror lokatsiya qidirishga kirasiz, lekin bari boshqa joylarga o'tib, bundan qilsangiz boshqa joylarga o'tib ketaverasiz.
umri yeydi birinchidan. Hali targ'ibot, u yoqda bo'layotgan targ'ibot ishlari o'zini yo'liga. Xo'p, bundan tashqari qaysidir do'stingiz kerak bo'lgan, kerak emas bo'lgan videolarni tashiydi. Siz uchun foydali deb o'ylagan ma'ruzalarni tashiydimi? To'g'ri, siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Qaysidir foiz, juda kichkina protsentchalarda baribir o'zingizning tushunchalaringiz har bitta sohada, ya'ni ilmda bo'lsin, bilimda bo'lsin, er-xotin munosabatlarida bo'lsin, farzand bilan ota-ona o'rtasidagi munosabatlar bo'lsin. Men o'zimga ham shunaqa munosabatlarni ko'p tashishadi. Har bunda u hammaning o'zining prinsipi bo'ladi, o'zining shaxsiy qarashlari bo'ladi, o'zining dunyoqarashi bo'ladi. Menimcha kerak emas u videolar. Birortasi bizga menga manfaatli bo'ladi deb o'ylamayman. Men katta gapirishim mumkin, garov o'ynashim mumkin. Siz mana oxirgi video reels ko'rib turib, o'zingiz sinab ko'ring. 5 ta oldingi reels qaysi biriligini eslay olmaysiz. Ming foydali bo'ladi, kulgili bo'ladi, zararli bo'ladi. Eslolmaysiz umuman. Nima ko'ruvdim? Qanaqa bo'ldi? Nima edi? Nimalar ko'rdim? Hozir o'tiramiz keyin. Xo'p, bundan tashqari yana men aytmoqchi bo'lgan narsam, insonning ongini past bo'lishiga u juda katta hissa qo'shyapti Instagramdagi reelslar. Odamning hissiyotlarini o'ldiryapti. Demak, sevgi, muhabbat degan tuyg'ularni yo'q kechiga sabab bo'layotgan ham Instagram bo'ladi. Oldingidek mehr shafqat yo'qolib ketayotganiga, rahmdillik yo'qolib ketishiga ham sabablarning hammasi Instagram bo'ladi. Farzandlarimiz tarbiyasi buzilishi, o'zimiz tarbiyamiz buzilishi, har xil demak, tiklanishlar, mana oilada erga tiklanish, ota-onaga tiklanishlar yoki farzandlarimizga noto'g'ri yo'nalishlarga mo'jib boshlayotgan bo'lishimiz mumkin. Ularning hammasi demak yaxshilikka bo'lmayapti. Farzandlar masalasi hozir tushunmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin, qanaqa bo'lishi mumkin u deb. Men o'zimda ko'p kuzatdim shu narsani. Qara odamlarning bolalari qanaqa bo'lib ketdi, mana bunaqa bo'lib ketdi, anaqa bo'lib ketdi degan gaplar ota-onalardan ko'p chiqadigan bo'lib qolgan. Bu juda noto'g'ri narsa. Odamlarning bolasi bilan ham, odamlarning hayoti bilan ham hech kim bilan ishimiz bo'lmasligi kerak. Aytadi, birov qabriga birov tushmaydi. Kimdir pul berib sinaladi-da. Pul berib, ya'ni davlat obro', mansab berib, e'tibor berib, ya'ni odamlarning ichida mashhur bo'lish ham bu bitta sinov. Buni ham o'ziga yarasha javobgarligi bor. Kimgadir bu narsalar berilmasligi mumkin, lekin xalqqa, dinga, qo'ni-qo'shniga, oilaga juda katta foydasi tegayotgan, manfaat tegayotgan farzandlar bor. Demak, o'zimiz balki shunaqadirmiz. Demak, Instagramning zararlari hozir kunda juda ortib ketdi. Juda ham imkon qadar udalik qilinglar. Imkon qadar agar tirikchiliginglar Instagramga bog'lanmagan bo'lsa, bo'ldi, udalik qilish kerak. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak. U yoqda kulgili narsani o'zi yo'q. U kulgili deb o'ylab hozircha qilib, zo'r bo'pti-ya deb bitta like bosib qo'yganingiz u kulgiga kirmaydi. Xursandchilikga umlashayotgan. Sizni shunchaki aytishyapti-yu, baxt garmoningizni, vaqtinchalik dopamin garmoningizni o'ynatib beryapti. Bu boshqa hech narsa qilib berayotgani yo'q. Umringizni, vaqtingizni ketkazmayman bu narsaga. Xo'p, endi uchinchisi, qolgan sotsiyetlar barchasini yo'q qilmasangiz ham foydalanishni cheklang. Mana kimlardir Facebookda o'tiradi, kimlardir VKontakteda ko'proq umrini sarflaydi, kimlardir bildirgan fikrlarini o'qishga vaqtini sarflaydi. YouTube'da reels ko'radiganlar ko'payib ketgan va foydasiz ma'lumotlar, foydasiz filmlar, foydasiz musiqalar, foydasiz kinolar hammasidan qochish kerak. Bu aytayotganlarim bekorga emas, sog'liqqa olib boruvchi birinchi yo'l bilan hammasi. Mana shulardan qutulsangiz, siz o'zingizga boshqacha baho berishni boshlaysiz, atrof muhitga boshqacha baho berishni boshlaysiz. Demak, liderlikka qarab qadam bosishni boshlaysiz. Liderlik birinchi navbatda oiladan boshlanadi. Undan keyin demak, qo'ni-qo'shnidan, undan keyin siz qarindosh urug'laringizga yordam qilishingiz bilan yoki ularga e'tibor, mehr berishingiz bilan liderlikni yanada kuchaytirishingiz mumkin. Undan keyin mahalla, ko'y, rayon, shahar, respublika bo'lishi mumkin. Bu liderlikka oliy darajasiga qarab ketaveradi. Eng misol uchun yer yuzida o'rganib chiqilishi bo'yicha eng katta, eng mashhur, eng yirik va uni darajasiga chiqib bo'lmaydigan bittagina lider bor deb natija berishgan. Bu lider kimligi sizlarga savol. Keyingi darsimizda uni ham javobini so'rayman. Bu hammamiz bilamiz ushbu liderni. Demak, liderlik darajasi
butun eng yuqori darajasi bu butun koinot haqida qayg'urar ekan o'sha lider. Mana undan bitta oldingi lider hayvonot, demak, o'simliklarga, odamlar salomatligiga qayg'urar ekan. Eng kichkinasi demak, oilaga o'zini oilasiga, o'ziga qayg'urar ekan. Xo'p, sizlardan